Yaxshilik mavsumlari vaqtincha ibodat qilib, keyin yana g'aflatga qaytish uchun kelmagan. İnsanlar bu borada ikki toifaga bo'linadi. Birinchisi, odatda g'aflatda va behuda ishlarda va gunohlarda yuradi. Ramazon, Zulhijjaning 10 kuni yoki shunga o'xshash fazilatli kunlar kelganda buni bir fursat deb bilib Allohga qaytadi, ibodatni ko'paytiradi. Keyin mavsum kunlar, oylar tugashi bilan o'zini eski holatiga tushib oladi. Ikkinchi toifa esa hayotining o'zi toat, ibodat, yaxshilikda o'tadi. Mavsum oylar, kunlar kelganda yanada g'ayrat qilib ibodatda kuchayadi. Bu xuddi mashina haydab ketayotgan insonga o'xshaydi. U aslida manzili sari ketyapti. Yo'l ochiq, ravon joyga yetsa tezligini oshiradi. Tekis yo'l qolmay qoldi deb mashina ro'lidan tushib qolmaydi. Manziligacha yetib boradi. Musulmon ham aslida xuddi shunday bo'lishi kerak. Din faqat ma'lum kunlarda bajariladigan ibodat emas. U insonning tug'ilganidan to vafotigacha bo'lgan uzun yo'ldir. Yaxshilik mavsumlari esa iymonni kuchaytirish, savobni ko'paytirish va Allohga bo'lgan yurishni tezlatish uchun berilgan bir imkoniyatdir. Inson bir necha kun ruhan uyg'onib, keyin yana g'aflat uyqusiga cho'kishi uchun yaratilmagan.